Okalar 65 ming dollarga 5 sotuvli uchastka olgan bo'larmidinglar? Albatta olgan bo'lardinglar. Shaharda 2 xonali kvartirani puliga masalaga 5 sotuvli tayyor uchastka ko'rsataman. Qaranglar, ko'chasini ko'ryapsizlar. Menga yoqqan tomoni mana shu ko'chasi bo'ldi-da. Asfaltlari qilingan. Kengligini ko'ryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Kelgan joyimizdan Nazarbek tekstil bo'ladi. Aniq mo'ljalimizda tekstil Pavarot deylar ekan. Shunda Tarnovdan bir 800 metr o'tganda chap qo'lda mahalla bor, okalar. Mana yo'l yuziga ham yaqin, okalar. Bo'tan transportdan muammo yo'q. Yo'l yuzidan bir 20 metr kirganda birinchi, ikkinchi xonadonimiz bordi. Umumiy maydonimizda okalar 5 sotuv bemalol garaj qismimizga mashina sig'adi. Ko'ryapsizlar, okalar. Naq 5 ta xonasi bor. 5 ta xonadan 4 ta xonasi yevro remont holatda, bitta xonasi abo yopishtirishga tayyor qilib qo'yishdi egalari. Mana bu kladovkasi, bu yerda kattagina mehmonxonasi bor. 5 sotuv okalar, mana shu imoratimizdan ko'ryapsizlarmi? Qora suv holati turibdi, fasad qismimizda polniy romlari akva romlardan qo'yilgan. Mana bu yerdan kiradigan bu suv, bu yerda sanuzulimiz bor. Bu tarafimizda oshxona, mana bu bitta родительский spalni, bu yerda yana bitta sanuzul. Sanuzul ya'ni hovliniki, ichkarida kotelning xonasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda bitta zo'r yechim qilsa bo'ladi. Qaranglar, hovli qismimizni ko'ryapsizlarmi? Xonalari graylarga tushgan. Mana bu tarafda 2 etажli imorat qurib olsanglar bo'ladi. Okalar bemalol. Ko'ryapsizlarmi? Bu taraf to'g'ri burchak. Mana bu 2 qavatli imoratni tushirib, mana bu yashil maydon qilib qo'ysizlar. Mana endi bardaklarga e'tibor bermaysizlar, okalar. Zo'r proyekt qo'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar, bog' qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yoqni endi asosiy bino mana bu tarafda bo'ldi. Kirib ko'rish joyimiz bo'ladi. Xo'p, mana bu tarafimizda bitta xonamiz ko'rishingiz mumkin. Mana aboylardan chiqqan, svejiy holatda turibdi. Bu tarafda yana bitta xonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va mana bu tarafda yana bitta mehmonxonamiz kattagina razmerda. Xo'p, shunda umumiy xonalar soni 5 ta bo'ldi, okalar. Bu tarafimizda 3 ta xona, mana bu bitta родительский spalni bo'ldi. Hozir masalaga bitta oxirgi 5-xonamizni ko'rsataman. O'tda aytib o'tganimdek, okalar, aboy qo'rsanglar bo'ldi. Endi bu yerda hozir uy egalari maylardan chiqarib, patologlarni gipsdan chiqarib qo'yishgan. Ozgina endi men bardaklarga e'tibor bermaysizlar. Bu xona orqali sanuzga kirsa bo'ladi. Endi bu uchastkamizning narxi keladigan bo'lsa, okalar, shahardan 2 xonali kvartira 65 ming dollar turadi. Mana shu holatda okalar 5 sotuvli joyimizni 65 ming dollarga baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, asar raqam qoldiraman.